Assalomu alaykum barchaga. 4-darsimizga xush kelibsiz. Biz kechagi o'tgan darsimizda davomini bugun joyladik, ya'ni tezkor tugmalar bilan ishlash. Hozir kecha o'tgan darsimizni ozroq takrorlaymiz. Demak, push r tugmasi orqali biz run oynasini ochib oldik va quyidagi kalit so'zlarni yozgan edik. Bugun esa yangilarini kiritamiz. Buning uchun push r tugmasini bosish orqali mana OSK kalit so'zi bu ekranga klaviatura ishga tushiradi. Bilamiz, kompyuterimizda klaviaturasi bor. Buni demak kompyuterga ulagan holatda ishlatishimiz mumkin. Lekin biz endi virtual klaviaturadan ham foydalansak bo'ladi. Demak, qanday ishga tushirar ekanmiz? Push r tugmasini bosish orqali bu yerga kalit so'zni kiritamiz. OSK kalit so'zini kiritib, ok tugmasini bosar ekanmiz va mana bizning virtual klaviaturamiz ishga tushdi. Bu yerdan caps tugmasini mana bosib sinab ko'ramiz. Caps tugmasi kichik harflarda yozadigan, masalan, matnimizda mana tugmalarni katta bosh harflarga almashtirib beradi mana caps lock. Mana. Xo'p, keyingisi hamma uchun kerak bo'ladigan qism bu kompyuterda xarakteristikasini aniqlash. Bu nima uchun kerak? Masalan, ko'pchilik o'zi foydalanadigan kompyuterda qanday xususiyatlarga ega ekanligini bilishni xohlaydi. Buning uchun push r tugmasini bosish orqali demak nima qilamiz? ms info kalit so'zini kiritamiz, ya'ni kompyuter xarakteristikasini bilish uchun. ms info 32. Ya'ni ms info 32 ni kiritib, ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana kompyuterimizning xarakteristikasini chiqarib beradi. Bu yerda OS name, ya'ni operatsion sistema nomi Microsoft Windows 11 Pro va bu yerda versiyasi, qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgani, modeli va nomi, masalan, sistemani modelini nomi. System type juda muhim bo'ladi. Bu 64 talik, ya'ni ertaga kompyuteringizga dastur o'rnatayotganingizda mana shu bazasiga qarashingiz kerak, ya'ni tipiga qarashingiz kerak. 64 talik va 32 talik bo'ladi. Shunga qarab dasturlarni ham o'rnatasizlar. Protsessor bu kompyuterning miyasi hisoblanadi. Mana AMD Ryzen 5 5-avlod, bu yog'i chastotasi 2100 MHz. Core 6 talik logical protsessor hisoblangan yoki 12 talik mana logical protsessor, 6 talik esa o'zining обычный protsessor hisoblanadi. Bu kompyuterda ishlash tezligini demak ta'minlab beradi va kompyuterdagi barcha amaliyotlarni demak protsessor nima qilar ekan, boshqarib turar ekan. Keyingisi BIOS modi, ya'ni operatsion sistema o'rnatayotganingizda o'sha BIOSning modeliga qarash kerak. Bu yer UEFI ko'rinishda turibdi. Va pastroqqa o'tadigan bo'lsak, installed physical memory, ya'ni RAM, ya'ni 8 GB, ya'ni operatsion pamyat 8 GB. Biz aytgandek, tezkor xotira deb. Mana shu tezkor xotiramiz. Va kompyuterimizda ma'lum xotira turlariga bo'linadi. Har bir qadamga mana virtual xotira ham bor hattoki. Demak, 14 GB ekan. Demak, buni o'rganib oldik, qanday qilib o'sha kompyuterda sozlamalarini, ya'ni ma'lumotlarini bilishni. X ni bosib chiqamiz. Ikkinchi usuli DixDiag push r tugmasini bosish orqali bizlar nima qilishimiz mumkin? ms info 32 ni o'rniga masalan DixDiag kalit so'zini yozish orqali ham kompyuterda sozlamalarini chiqarib olsak bo'ladi. Va mana ko'rib turgan oynangiz Derex Diagnostic Tool va kompyuterda sistem ma'lumotlari. Mana shu yerdan demak kompyuterimiz qachon, hozir sanasi, vaqtlari ko'rsatilgan. Kompyuter ismi, operatsion sistema, tili, modeli, BIOS mana demak protsessor mana bu yerda 201 GHz, ya'ni bu kompyuterimizda chastotasi, ishlash chastotasi. Agar kompyuteringiz qancha mana shu chastotasi yuqori bo'lsa, shuncha qotmasdan ishlaydi. Mana shu yerga ham e'tibor qilib kompyuter olishda demak iloji boricha chastotasi yuqoriroqdan olishga harakat qilingizlar. Memory, ya'ni xotirasi, bu RAM ni belgilagan page file. Undan tashqari masalan system displayga o'tib, demak video kartasi. Video karta bu обычный video karta o'rnatiladi, ya'ni eng oddiylaridan bo'ladi, ya'ni sizning ma'lum bir vazifalar bajarishingizga moslashgan qismi. Soundlar, ovoz nimalari, input nimalari. Mana ko'rib turganingizdek kompyuterimiz haqida ma'lumot bo'ldi. Narrator degan buyrug'imiz bor. Bu yerda salgina nima ketibdi? Bu kalkulyator dasturini ishga tushirmaydi. Narrator bu ekranni diktor, ya'ni ekranda bo'ladigan vazifalarni, ya'ni nima bajarsangiz sizga aytib turadi.
mana narrator, mana xuddi mana bu lokatsiya ishlatasizlar, mana demak nima edi? Google Map ishlatadigan bo'lsalaringiz 10 metr yursangiz o'ngga chapga yoki Yandex o'ngga chapga deb aytib turadi. Narratorning vazifasi ham bu yerda shunday. Faqat mana bu yerda demak so'zni to'g'ri kiritishimiz kerak. Narrator. Mana ok tugmasini bosdik. Va mana belgilanadi. Shortcut masalan ko'rishingiz mumkin. Bu narrator dasturining nimasi? Masalan close qilamiz. Mana narrator o'zi ishga tushishni boshladi. Masalan, har bitta bosgan jarayonimizda bizga demak aytib turadi. Yangi papkani belgiladingizmi? O'sha yangi papka haqida xususiyatlarni, ma'lumotlarni sizga aytib beradi. Agar papkaga kirgan bo'lsangiz, papkaga kirdingiz deb mana shu belgi chiqib turadi. Agar narratorni o'chirmoqchi bo'lsangiz, panel zadach bo'limiga o'tamiz va mana bu yerda mana uchburchak qism bor. Show hidden qilamiz. Va bu yerda narratorda maxsus belgisi bor mana. Narrator belgisiga kirib, bu yerdan demak nima qilishimiz mumkin? Exit narrator, ya'ni o'chirib chiqib tashlashimiz mumkin mana. Xo'p, keyingi buyruqlarga ham o'tamiz. Demak, temp, ya'ni endi kompyuteringiz agar qotadigan bo'lsa, har doim demak sizda qoldiq fayllar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin. Buning uchun temp kalit so'zini yozib, qoldiq fayllar o'chirib tashlaymiz. Push R tugmasini bosamiz. Push R tugmasini bosdik va mana narrator kalit so'zining o'rniga temp deb kiritamiz hamda ok tugmasini bosamiz. Continue. Va mana ko'rib turganingizdek, bu qoldiq fayllar mana anchagina yig'ilib qolgan. Biza bularni tozalashimiz kerak. Demak, sichqoncha bilan bularni hammasini belgilab olamiz. Mana belgilab olib, o'chirishda bir usulini o'rgataman. Qaranglar, Shift Delete yordamida buni o'chirib tashlaymiz. Nima uchun Shift Delete? Agarda Delete tugmasini bosadigan bo'lsangiz, bu fayllarda hammasi korзинаga borib tushadi. Agarda Shift bilan Delete tugmasini bossalaringiz, bu fayllarda hech qaysi biri korзинаga tushmasdan to'g'ridan to'g'ri demak kompyuterni xotirasidan o'chirib tashlanadi. Mana Yes tugmasini bosdik. Mana belgilaymiz. Demak belgilab again ko'ramiz. Skipni bosib oldik. Mana ko'rib turganingizdek papkalarni o'chirib tashladik. Endi kompyuteringiz nisbatan tezroq ishlaydigan bo'ladi. Har doim haftada 2-3 marta mana shunday kompyuterni tozalab turishimiz kerak. Keyingi etap yana push R tugmasini bosib, endi temp kalit so'zini foiz belgisini ichida yozishimiz kerak. Buning uchun siz Shift bilan 5 tugmasini bosasiz. Mana foiz belgisi keldi. Temp kalit so'zini yozib, Shift bilan 5 bilan foizni yopamiz. Ok tugmasini bosamiz va yana mana bu yerda ham boshqa papkalar bor. Bularni ham hammasini demak sichqoncha yordamida belgilab olib, demak Shift Delete bilan demak nima qilamiz? O'chirib yuboramiz. Mana Enterni bosaman. Demak don't nima skip qilamiz. Xo'p, mana ayrimlari o'chmasligi mumkin, zarar yo'q. Keyingi safar bularni ham o'chirib yuborishingiz mumkin. Shunday, demak kompyuterda har doim mana shunday ko'rinishda tozalab turish kerak. Buni haftada 2-3 marta bajarib ko'ring. Keyingi nima? Chrome. Bu nima? Google Chrome dasturini ishga tushiradi. Mana Push R tugmasini bosib, bu yerdan kalit so'zni o'chiramiz va Chrome kalit so'zini yoqib qo'yamiz. Ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana Google Chrome dasturi bizga ishga tushdi. SMD terminal dasturini ishga tushirish, mana dasturchilar foydalanadigan SMD terminalda ishga tushiramiz. Push R va bu yerga kelib Chrome kalit so'zini yozib o'chiramiz va SMD kalit so'zini yozib ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizga o'sha dasturlashda foydalanadigan dasturchilar uchun maxsus terminal chiqdi. Bu yerga mana rangini o'zgartirib ko'raman. Color masalan 2 raqamini kiritib Enterda bosadigan bo'lsam, mana ko'rganingizdek rangini almashtirib oldik. Xo'p, keyingi qismga o'tamiz. Keyin Windows operatsion tizimidagi tugmalarimiz bor. Bular masalan Ctrl R, ya'ni o'ngga tekislash. Bularning umumiy ro'yxatini sizlarga beraman. Albatta bularni daftarga yozib, kompyuterda bajarib ko'rishingiz kerak. Fayllarda bu demak nima qiladi? Ctrl R o'ngga tekislab beradi.
Alt tab, masalan bir oynadan ikkinchi oynaga tezkor o'tmoqchi bo'lsangiz, alt tab tugmasi juda qo'l keladi. Masalan sinab ko'ramiz. Alt bilan tabni bosaman, mana boshqa oynalarga o'tib olishim mumkin. Masalan alt, mana shunday foydalanishingiz mumkin. Windows P loyiha ekrani, masalan siz kompyuteringizda demak televizorga ulaydigan bo'lsangiz, o'zingizda demak ekraningizdan ma'lumotlarni boshqa televizorda chiqarmoqchi bo'lsangiz, push P'ni bosib, bu yerdan mana 4 ta bo'lim bo'ladi, ya'ni print screen only, faqat kompyuterda o'zini ekranini ko'rsat, televizorda hech narsa ko'rsatma. Duplicate ham extend, bu ikkalasi kompyuterda demak nimasini, ekranini demak nimada, televizorda ham ko'rsatish. Second screen only esa bu to'rtinchisi faqat televizorda ko'rsatadi, kompyuterda ekrani demak nima qilar ekan, o'chirilar ekan. Buni demak albatta kompyuterda telefonga o'sha HDMI kabel orqali ulaganingizda sinab ko'rsangiz bo'ladi. Qaysi tugma ekan? Windows P. Windows tugmasi boya aytganimdek, mana bu bizda demak qaysi ekan? Mana push tugmasi hisoblanadi. Mana shu push Windows tugmasi ham deb hisoblanadi. Keyin Windows push bilan ni bosadigan bo'lsak, mana etot kompyuter oynasiga o'tib beradi mana. Bu yerda fayllaringiz, o'zingizda papkalaringiz joylashgan, mana desktopda o'sha yaratgan papkalarimiz bo'ladi. Windows D ish stolga o'tish, ya'ni agarda siz push D ni bosadigan bo'lsangiz, mana рабочий stolga avtomatik o'tadi mana. Qaysi dasturda bo'lishingizdan qat'iy nazar, demak nima qilar ekan? Bu рабочий stolga o'tib berar ekan. Windows M da ham vazifasi shunday. Barcha oynalarni minimallashtirib beradi. Ya'ni push M da bosaman, mana. Bu ham ya'ni oynalarni minimallashtirish degani ularni yig'ib beradi. Ya'ni pastga, panel zadash bo'limiga mana bu yerga mana yig'ib beradi. Endigisi push S bor edi. Hozir mana Windows S, ya'ni push S qidirish. Masalan push bilan S tugmasini bosadigan bo'lsak, mana qidiruv oynasini chiqaradi. Bu yerga o'zimizga kerak dasturni yozamiz. Masalan Word kerak. Mana Word 2013 varianti bor ekan. Bizga Word dasturini nima qilib berdi? Ishga tushirib berdi. WordPad, mana Wordga tegishli fayllarni ham bu yerda ko'rsatib berar ekan. Xo'p, keyingi prezentatsiyamiz bu yerda Windows operatsion tizimidagi barcha tugmalarni demak nima xarakteristika, ya'ni kombinatsiyalar berilgan. Masalan, Ctrl bilan A ni bossak nima qilar ekan? Barchasini tanlar ekan. Ctrl B qalin yozish uchun, Ctrl C nusxalash, Ctrl D pastga to'ldirish, Ctrl F topish, Ctrl G gutu, masalan Ctrl H o'zgartirish. Mana shu yerdagi tugmalar kombinatsiyalarini albatta yozib olishingiz kerak hamda bularni kompyuterda bajarib ko'rishingiz kerak. Bularda tugmalarni kombinatsiyalarni kompyuterda har xil vaziyatlarda ishlatishimiz mumkin. Ayrimlarini Wordda, ayrimlarini Excelda, ayrimlarini Google'da foydalanib ko'rsak bo'lar ekan. Sizdan kerak bo'ladigan narsa mana shu ma'lumotlarni yozib olgan holatda foydalanish. Va oxirgi sizga topshiriq bo'ladi, bu klaviatura trenajyorlaridan har doim foydalaning. Ya'ni klaviaturaga qaramasdan yozishni o'rganishlik uchun bu yerda men sizlarga saytlar ko'rinishini qoldirganman, mana linklarini foydalansangiz bo'ladi. Masalan, Typing Club. Mana kirib ko'ramiz Typing Clubga. Boya yozgandik, push R ni bosamiz va bu yerga nima yozardik? Chrome. Mana Chrome. Agar sizda Google Chrome dasturi o'rnatilmagan bo'lsa, Microsoft Edge brauzerdan foydalansangiz bo'ladi, lekin buni push R yordamida chiqarmaysiz albatta. Push menyusidan yoki рабочий stoldan topsangiz bo'ladi. Chrome ga kiramiz, masalan birorta akkaunt orqali yoki mana o'zi Chrome da turibmiz. Bu yerga akkaunt ochib, demak nima deb yozar ekanmiz? Typing Club deb yozamiz. Mana typingclub.com kiramiz. Mana bizga sayt birinchida turibdi, mana Typing Club, Learn Touch Typing Free, ya'ni bepulga o'sha yozishni o'rgatish. Kiramiz. Mana Get Started qilamiz. Bu yerda siz o'zingizni yozish tezligingizni, ya'ni qo'llaringizni klaviaturaga moslashtirsangiz bo'ladi. O'yinlar shaklida berilgan. Hozir mana ko'rib, bu yerda o'yin demak nima ko'rinishida darslar davom ettiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ko'p darslar bor. Hammasidan foydalanishingiz mumkin, lekin ayrimlari bepullik, o'sha bepul versiyasigacha o'rganishni maslahat beraman.
kirib ko'ramiz. Video darsi bor. Video darsda sizga o'sha qanday foydalanish, nimalar qilish haqida ko'rsatadi. Bunisi bizga muhim emas. Salgina o'tkazib yuboramiz. Va mana darslar, mana F tugmasini bosing. Qo'llaringiz pozitsiyalangan holatda, demak, turishi kerak. Qaysi barmoqlarimiz A, S, D, F, D, masalan, chap qo'limizdagi, o'ng qo'limizdagi J, K, L, keyin nimada? Chiziqchada. Mana qo'yib oldik. F ni bos deyapti. F ni bosasiz. Yana F ni bos deyapti. F ni bosamiz. Endi G ni bos deyapti. G ni bosamiz. Mana. Good job. Malades. Keyingisi continue ga o'tkazib, qolgan harflarni ham demak bu yerda nima qilishimiz kerak? F, G. Mana xuddi shunda yozish tezligingizni anchagina oshirib olishingiz mumkin. O'shuning uchun men sizga mana shu saytlar ro'yxatini kiritib berdim. Typing klubda o'rganasiz, typing testda mashq qilishingiz mumkin. Type Racer bu yerda onlayn boshqa davlatdagi mana shu klaviaturada mashq qiladiganlar bilan musobaqalar o'ynashingiz mumkin. Monotyping degan, rototyping, agar kirilchada yozishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, clavagonki.ru saytidan yoki foydalansangiz bo'ladi. Ztype ham ajoyib o'yin atmosferasidagi, masalan, sizga yozish mashqlarini o'rgatadi. Demak, bugungi darsimiz mana shu yerda yakunlanadi. 4-darsimizni yaxshilab ko'rib, bu yerdagi ma'lumotlarni daftarimizga albatta kiritib olamiz. Keyingi darsga o'tish uchun pastdagi berilgan ma'lumotlarni bir varaqlab, testlarni yechib, next lesson bilan keyingi darsga o'tamiz. Ko'rishguncha.